Sizlarga o'zimning shaxsiy fikrimni aytib o'taymi? BYD avtomashinalarining ichida shaxsan o'zimga yoqadigan BYD ham. Mana shunaqasidan kelib idealniy состоянияda. 57 mingni shunday masofa bosib o'tgan, kraskalar absolyutно toza. Narxini yakson qildik. Egalari shu bugun Motion Furush akalarga 23 ming dollarga bermabdi ekanlar. Sal balandroq qilib qo'ydim, lekin mashina shu narsaga javob beradi. Chunki kraskasi toza, bosib o'tgan masofasi ham kam. Holatga baho bering. Onlayn haqqoniy bitta akulaga o'xshaydi. Ballonlarini qarang. Yaxshi Michelin ballonni shunaqasidan to'qib qo'yganlar. Salonni ichi bo'lsa, ishoning bundagi komfort o'sha odamni boshqacha qiladi. Meni shaxsan o'zimni shunday munosibga boshqacha atmosferada. Ishonmaysizmi? Qarang. O'zingiz ko'zingiz bilan ko'ring. Men buni orqasiga o'zim 5 ketaman. Orqasini komfortligi premium klassda, premium klass. Biznes klass desak u xato bo'ladi. Haqiqatan klimat kontrol, duxzonli klimat kontrollari bor. Ay, panoramasi. O'zi boshqacha mashina. Qarang. Orqadagi odam uchun qarang sharoit. Buni shunday yozdirib qo'yadi-da. Bemalol uzoq yo'lga ketasiz. Holat вообще ideal. Agar sizga men buni orqalarini ham ko'rsatsam, orqasini o'zini qarang. Shaharda ko'rgan bo'lsangiz kerak. O'zi bir bosadi yo'q bo'lib qoladi, chunki 0 dan 100 gacha uchi 8 uchi 7 tezlikda shu 0 dan 100 gacha chiqadi. Yana ham egalaridan qolgan ma'lumotni so'raysiz. Va mashinani o'zi haqiqatan mana shunaqa. Tagini ham ko'rsataymi sizlarga? Mana. Mashina haqqoniy, zo'r. Состоянияsi zo'r, chunki egalarini o'zi hech qisi yo'q. Egalarini o'zi akkuratniy haydaykanlar. Kelgan paytlari Motion Furush 23 ming dollar qilyapti. Siz xatyabi 24,5 ming qo'yib bering yoki 24 ming qo'yib bering dedilar. Yo'q, aka dedim. Ketadigan narx qo'yaylik. Shu mashina olib sotuvchi akalarning narxidan 500 dollar qimmatiga qo'ydim. 23 ming 500 dollar. Yana ozmoz savdosi bo'lishi mumkin. Egalari yo'q savdosi dedilar, lekin savdosi bor. 2020-yilda ishlab chiqarilgan BYD ham chista elektr. 52 ming masofa bosib o'tgan. Kraskasi absolyutno top toza. Egalariga srочно telefon qilib, ekranga like bosing do'st.